Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, assalomu alaykum hurmatli bizning kuzatuvchilarimiz, O'zbek Limoni sahifasining obunachilari hamda doimiy kuzatuvchilari. Avvalo barchangizni Buyuk Britaniyaning London shahrida ko'rib turganimizda xursandmiz va bizga bevosita hamkorimiz, bizning suhbatdoshimiz Shokir aka hamda Ixtiyor aka. Bu loyihamiz O'zbek Limoni sahifasi kuzatuvchilari uchun maxsus, ya'ni nomi ham bir piyola choy ustida deb nomladik. Shokir akam tanishtiraman. Shokir aka Xorazm viloyatining limonchilik sohasida faoliyat yuritayotgan lider tadbirkorlardan biri hamda Ixtiyor akamiz bevosita Qashqadaryo viloyatidagi faoliyat yuritayotgan limonchilar o'rtasidagi lider tadbirkorimiz. Choyimiz orasi xush kelibsiz. Bu ham oddiy choy emas, bu limon choy. Shokir aka birinchisiga yuzlansaydik, ruxsat bersangiz. Bilasiz, mana O'zbek limon masalasi, umuman limon nafaqat millionlar keltiradi. Limon hozirgi so'nggi vaqtlarda u asosiy daromad manbayiga ham aylandi. O'zbekiston subtropik davlat emas, iqlim sharoiti, lekin O'zbekistonga yetishtirayotgan limonlar boshqa mamlakatga nisbatan o'zining ta'mi bilan ham, o'zining bir o'zgarishlar rangi bilan ham ajralib turadi. O'zbek limoni bugun dunyo maydonida asosan bir trendga chiqdi deb desak bo'ladi, faxrlanib. Keling, shu sohada necha yildan beri faoliyat yuritasiz? Faoliyatingizning asosiy maqsadi, umuman olganda qancha katta daromad, kimlar bilan hamkorlik qilgansiz? Keling, batafsil bugun kuzatuvchilarimizga axborot bersak, marhamat. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz O'zbek Limoni gruppasi kuzatuvchilari, aziz hamkasblar, limon yetishtiruvchi O'zbekistonimizdagi biza tarixga yuzlanadigan bo'lsak, faoliyatimizni 94-yildan yana shu istiqomatchilik faoliyatimizni davom ettirib kelamiz. Kichikroq hajmda davom qildirib kelganmiz. Muhtaram prezidentimizning biz tadbirkorlarga yaratgan sharoitlari, limonchilik sohasini rivojlantirish chora-tadbirlar to'g'risidagi qaror farmonlariga asosan faoliyatimizni mas'uliyat cheklangan jamiyat shakligacha olib chiqib, jamiyat tashkil qilganmiz. Fayz Baraka bugungi kunda bir elga yurtga tanilib ham qoldi. O'sha limonchilik sohasi orqasida Fayz Baraka Xorazm mas'uliyat cheklangan jamiyat rahbariman. Bugun 7 gektarga yaqin limonariy kompleksimiz bor. 60 ta doimiy cho'rni yaratganmiz. Mana bugungi o'sha 4-5 yil oldin ekilgan limonlarimiz bugun Xudo xolasa hosilga kirib, mana dunyodagi eng katta bozorlarning birida ko'rgazmalarga mahsulotimizni shu dunyodagi yetakchi katta kompaniya rahbarlari o'sha oddiy tilda xaridorlarga ko'rsatishlik va ularga namoyon qilishlik sharafiga muyassar bo'lyapmiz. Bugun biz siz bilan Ixtiyor aka ham uchalamiz birgalikda Londondagi bo'layotgan katta bir ko'rgazmadamiz, oziq-ovqat va ichimliklar ko'rgazmasi. Bir narsani e'tibor bilan aytib o'tishimiz kerak, davlat darajasida e'tibor berildi. Alohida bir Made in Uzbekistan nomi bilan O'zbekistonning barcha 30 ga yaqin tadbirkorlar ishtiroki qaysi tomonda bu katta imkoniyat. Aynan boshqa davlatlar ko'ramiz, Italiya deylik, yoki boshqa bir tarmoqlar ko'rsak, Fransiya deymiz, Polsha deymizmi, ular aynan o'zlari shaxsiy mablag'lar orqali kelib tadbirkorlar o'zi harakat qilyapti davlat tomonidan, faqatgina uning nomi turibdi, bayrog'i turibdi, xolos. Lekin O'zbekiston butun boshli tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash uchun Savdo sanoat palatasi, Savdoni rivojlantirish agentligi va Tashqi savdo vazirliklarini ham biriktirib qo'ygan, investitsiya vazirligini ham biriktirib qo'ygan. Bevosita Turon bank ham hozirgi limon faoliyatiga hamkor sifatida kelgan, qo'llab-quvvatlayapti. Bevosita davlatimiz rahbarining qarorlari bilan ham limonchilik faoliyati qo'llab-quvvatlanyapti. Shu narsaga e'tibor etib o'tishimiz kerak va qanaqa fikrlaringiz bor? Bugun mana xursand bo'lganim, O'zbek limoni desak, butun bir barcha ko'rgazmadagilar xorijlik tashrif buyuruvchilar juda bir o'zicha nazar bilan qarayapti. Boya o'zingiz ko'rdingiz-ku, Turkiyadan kelgan savdo palata rahbari ham e'tirof etgan. Shu haqida ikki og'iz gapirib bering, chunki qiziqda bu ko'p limonchilarimiz uchun. To'g'ri, bir narsani adolatli tarzda aytib o'tmoqchiman. Shu O'zbekning farzandi, O'zbekning tadbirkori sifatida hozir shu O'zbekiston Toshkentimizdan Londongacha 8 soatlik o'sha uchish nimasini qilgan bo'lsak, parvozini qilgan bo'lsak, dunyoning bir chekkasida turib, shu Angliya zaminida ham davlat rahbarimizni bizlarga qilayotgan mehribonliklarini, g'amxo'rliklarini his qilyapmiz-da. Chunki bu yerda boya aytib o'tdingiz, juda ham katta ko'pchilik davlatlardan tadbirkorlar tashrif buyurgan, o'zlarining poylonlarini qilgan, mahsulotlarni taqdim qilyapti, lekin O'zbekistonga alohida. Chunki bu yerda Savdo sanoat palatasi, boshqa Turon bankni yordamlari asosida poylonlar tashkil qilish, tashkiliy masalalar, barcha ishlar ular tomonidan bajarilgan. Bizlar faqat bizlarning bu yerda qiladigan ishimiz o'zimizning mahsulotimizni o'sha xaridorlarga ko'rsatib, taqdim qilib, ularga taklif qilish. Endi to'g'risini aytadigan bo'lsak, O'zbek limoni biz ilgari yo'q narsani bugun
paydo qildi. Davlat rahbarimizni qaror farmonlari sharoitlari bilan bugun butun dunyoga taqdim qilinyapti. Hozir aytib o'tganingizni o'sha Turkiyaning savdo sanoat palatasi rahbari kecha kelib juda ham hayratda qattiqroq savollar beryapti-da bizlarga. Ixtiyor akam ikkimizga. Haqiqatdan o'zbek limonimi deyapti. Ha o'zbek limon desak, yo'q boshqa joydan olgan bo'lmanglar bu limon deyapti. Yo'q aka, o'zlarimiz yetishtirgan limonimiz mana shu zahmatli mehnatimiz bizga bo'lishi mumkin emas dedi. Bunaqa sifat dedi. Butun dunyoda endi birinchilikni xudo xolasa egallayapti-da bu. Buni e'tirof etish kerak to'g'risi. Bu albatta e'tirof, sharoit, o'sha davlat rahbarimizni qilayotgan g'amxo'rligi, Turonboyni qo'llab-quvvatlovi va olimlarimizning ilmiy tomondan bizlarga qilayotgan ilmiy tarafdan yondashuvlar, yordamlari va tadbirkorlarimizni, mehnatkashlarimizni mehnati evaziga hosil bo'lgan o'sha mehnat yetishtirgan hosil bugun dunyoda aynan trendga chiqyapti desak mubolag'a bo'lmaydi albatta. Xuddi shunday Shokir aka e'tirof etishimiz kerak. Birinchi ko'rganda hamma savol beradi, "Bu apelsinmi?" deydi. Yo'q, bu o'zbek limoni deymiz. Bu nimaga bunchalik rangi boshqa deydi. Bu o'ziga yarasha bir Jannat makon O'zbekistonimizning rangi deb hazillashib aytib qo'yamiz. Yana bir e'tiborimiz tortgani, mana Ixtiyor aka o'zingiz ham guvoh bo'ldingiz kuni kecha. Bevos delegatsiya tashrif buyurdi. Hamma tatib ko'rganda birinchi bo'lib uning limonning suvliligini e'tirof etdi-da, haqiqatan ham. U qanday darajada suvli. Keling, mana shu limonning bizi o'zbek limon, chunki mana boya ko'ryapmiz, Janubiy Afrika mamlakatlar limonlarini ko'ryapmiz. Janubiy Afrika mamlakat limonlari birinchidan po'sti qalinroq, ikkinchidan ta'xir ta'mi bor, chunki biz ham tatib ko'rdik, biroz qiziqgandan keyin suv yo'q hisob desak ham bo'ladi. To'g'risi, biz limonimizni olib suv umuman salkam yo'q hisob. Mana har qanday restoran tarmoqlariga kiryapmiz, mana London shahridagi. Bizga qo'shib limon beradi, lekin limonlarning ta'mi yo'q, mazasi yo'q. Bu endi Afrika mamlakatlaridan O'zbekiston xalqlari. Nima deb o'ylaysiz? Nima uchun bizning o'zbek limonimiz suvli ancha? Va ikki og'iz mana Qashqadaryo viloyatidagi faoliyat haqida ozgina gapirsak siz bilan. Qashqadaryo viloyati Kitob tumanining Bahrom Bextiyorovlar fermer xo'jaligida hozirgi kunda 10 gektarga yaqin maydonda hukumatimiz, davlatimiz prezidentining qarorlari asosida, To'ronboyning ko'magi asosida hozirgi kunda 10 gektar yerda mana shu limon mahsulotlarini yetishtirib kelyapmiz. Bugungi kunda Buyuk Britaniyaning London shahrida mana xalqaro oziq-ovqat ko'rgazmasida qatnashyapmiz. Bu yerda bizni limonlarimizni umuman boshqacha tarzda e'tirof qilishyapti. Buning suvliligi, ta'mi, hidi, ko'rinishi jihatdan barcha davlatdan kelgan xaridorlar, eksportyorlar hayron qolishmoqda. Katta rahmat Ixtiyor aka. Haqiqatan ham mana bugun ikki limonchi, ikki limon liderlari Qashqadaryo viloyatining va hamda Xorazm viloyatining liderlari kelgan bugun. O'ylaymanki, yangi faoliyat boshlayotgan limonchilar uchun qanday savol sizlarda misol uchun maslahatlar bo'lishi mumkin. Misol uchun bir takliflar bo'lishi mumkin. Keling shu narsaga yuzlanaylikda, sizlardagi bir takliflarni, maslahatlarni eshitsak. Birinchi Ixtiyor aka sizdan eshitamiz, marhamat. Yangi limon boshlayotganlar, misol uchun endigina limonchilikka nima qilsam ekan, issiqxona faoliyat deganlar uchun nima maslahatlar bera olasiz? Hozirgi kunda limonchilik bilan shug'ullanib qiziqayotgan qiziquvchilarga hozirgi tavsiyalarimiz buni ikkilanmasdan boshlashga taklif qilamiz, tavsiya beramiz. Chunki sababi buni o'simliklarning ichida eng marti mana shu limon meva hisoblanadi, limon daraxti hisoblanadi. Chunki bu uzoq muddat saqlanadi, uzoq muddat turib beradi. Daraxtning o'zida ham yaxshi saqlanadi, xolodilnikdan 1 yilgacha saqlash imkoniyati bor buni. Shu tomonlari boshqa mevalarga, boshqa ekinlarga nisbatan qulaylik tomoni juda ko'p. Ham o'zimizning o'zbek limonini konkurenti yo'q bu dunyoda. Mana shu tang, mana shu rang, mana shu shakldagi limon. Demak, bu faqatgina O'zbekistongagina xos bo'lgan milliy limon mahsulotimiz, to'g'rimi? Xuddi shunday. Bu limonimiz Zandonda Faxriddinov nomlariga tajribalar asosida yaratilgan limon navi bo'lib, bu shakldagi limon, bu ta'mdagi limon hozirgi kunda dunyoda hech bir yerda uchramaydi. Shuning uchun shu jihatdan ham o'zimiz limonlarimizni xaridorligi juda ham yuqori. Men xaridorgir ancha bozorbopda, to'g'rimi? Xuddi shunday. Endi agar ruxsat bersangiz,
Ixtiyor akamning gapini to'ldirib o'tmoqchi edim. Hozir bugungi kunda limonchilikka qiziqqan, shu limon qilaman, yetishtiraman degan bir tadbirkorlikni boshlamoqchi bo'lganlarga alohida bir o'zim maslahatimni bermoqchi edim. Bugun bizani Turon bank o'sha bizlarga moliyalashtirishda yordam berayotgan Turon bank faqat moliyaviy tarafdan yordam berayotgani yo'q. Bu alohida o'zbek limoni guruhi, Telegram guruhi tashkil qilgan. O'sha limonchilik sohasidagi katta olimlarimizni ilmiy yo'nalishdagi ularni shu sohaga jalb qilib, ilmiy tarafdan ham shu nimalarimizga, tadbirkorlarimizga yordam beryapti. Bu albatta limonchilik sohasiga kirib qo'rqmasdan birinchi qadamni tashlashni nimasini beradi. Boshlash kerak va o'sha nimalardan ustoz olimlardan maslahat qilib, hech qanday qo'rqmasdan bu sohani boshlash kerak. Bu shu mehnatni qilish kerak. Bu bizlarning zaminimizga tushgan ekanda bu. Tushgan. Aytadi-ku o'zi har bir zaminda o'zi yetishtiriladigan bir o'zining ekini, o'simligi bo'ladi. Bizning ona zaminimizga tushgan bu. Chunki o'sha hozir Ixtiyor akam ta'kidlab o'tgandek, o'sha akademigimizni ixtiro qilgan o'sha Toshkent F1 limon o'zi O'zbekiston zaminiga tushgan. Va bugun shu limon, shu zaminda yetishtirilgan limon bugun katta miqdorda yetishtirib boshlandi va o'zini xaridorni topishni boshladi. Chunki qo'rqmasdan, chunki bir mahsulotni yetishtirishdan oldin uni bozorini top deydi. Bugun bozor topilgandan keyin o'sha havaskor yoki endi boshlayotgan tadbirkorlarimiz hech qanday qo'rqmasdan yetishishni boshlash kerak. Ilmiy tarafdan yondashadigan olimlarimiz va maslahat beradigan, boshqa qiladigan. Turon bankni boya aytib o'tdingiz, imtiyozli qaysi nima yo'nalishda kreditlari bor. Xuddi shunday. Turon bankda aynan limonchilik faoliyatini qo'llab-quvvatlash bo'yicha moliyaviy ko'maklar juda ham bisyor. Bu ko'makni olish uchun bevosita bizning yurtimizning istalgan hududidagi, ya'ni butun O'zbekistonning barcha hududlari joylashgan bank xizmatlari markazlari ham bank xizmatlari ofislariga tashrif buyurgan holda moliyaviy ko'mak olishingiz yoki maslahatlar olishingiz mumkin. Bundan tashqari limonchilik uyushmasi ham bevosita faoliyatini yuritadi va har bir hududlarda o'zlarining seminarlari, uchrashuvlari, tadbirkorlar uchun ko'maklash maslahatlar markazi ham bo'ladi. Bugun mana ayni daqiqalarda Surxondaryo viloyatining har bitta tumanlarida bosqichma-bosqich hududlarda aynan Surxondaryo tajribasi sifatida o'tkazilyapti. Bu boshqa bir hududlarda ham kelgusi rejalashtiriladi. O'ylaymanki, bu uchrashuvlar, bu manfaatli maslahat uchrashuvlari ham qaysi ma'noda limonchilar uchun ko'mak beradi. Endi bir narsaga yuzlanamiz biz. Xalqaro maydon degan narsa bor. To'g'ri, endi o'zbek limoni mahalliy bozorda juda ham dolzarb, juda ham bir xaridorgir, butun o'zbek xalqi juda ham sevib iste'mol qiladigan, chunki aynan sog'lig'i uchun, nafaqat sog'lig'iga, balki tadbirkorlarning daromadiga ham manfaat keltiradi, foyda keltiradi. Endi bitta narsa yuzlanishimiz kerak. O'zbekiston bugun xalqaro bozorga chiqishga tayyormi? Aynan limonchilik borasida. Chunki hozir juda ham ko'ryapmiz, xalqaro sertifikatlar, masalan, Global Gap sertifikat deymiz bundan. Yo'qsa boshqa shu turdagi xalqaro sertifikatlar, oziq-ovqatlar so'rayapti. Bu narsa qay darajada hozir? Misol, o'zingizning tajribangizga kelib chiqib, chunki sizda aynan xalqaro sertifikatlar bor va bu borada Turon bank ko'plab tadbirkorlarga ko'mak berib kelmoqda. Shu haqida ikki og'iz gapirib o'ta olsangiz, marhamat. Bugun dunyodagi xaridor talabchan bo'lib ketgan. To'g'risi. Bu ilgaridagi o'sha ketmonni yig'ninga tashab, ariqdan suv ochib, nima qiladigan zamonlar, terkonchilik qiladigan zamonlar o'tib ketgan. Bugun dunyodagi mana shu rivojlanayotgan boy katta davlatlarga xaridorlar organik mahsulot so'rayapti, tabiiy ekologik mahsulotlar so'rayapti. Bular ximiyadan bezilab bo'ldi. Xuddi shunday. Bezilab bo'lgandan keyin endi bizani bu O'zbekistonimiz serquyosh ona zaminimizni o'sha Sirdaryo, Amudaryoda minerallarga to'yilgan daryoning suvlari bilan yetishtirilgan, o'sha olimlarimizni maslahatlari bilan tabiiy holda yetishtirilgan mahsulotlarga ular talab bor. Endi bu narsalarni biz mahsulotimizni amaliyotda yetishtirdik, tayyor qildik, mana mahsulot deb xaridorga taqdim qildik, lekin buni hujjati bo'lishi kerak. Har bir xalqaro me'yorlar talablar darajasida har bir nimada hujjatlar bo'ladi. Limon mahsuloti, boshqa qishloq xo'jalik mahsulotlarining o'ziga xos sertifikatlari, bu uni hujjati hisoblanadi. O'sha qaysidir davlatning bozoriga kelish uchun bu chiptasi, bileti hisoblanadi. Xuddi shunday. Mana oldingi yillari, men boya gapim boshida aytib o'tdim, ben 32 yillik istiqomatchilik yo'nalishida xizmat qilib ko'rsatib ketgan tadbirkor bo'ladigan bo'lsam, keyingi yillardagidek sharoitlar, keyingi yillardagi ko'maklar, imtiyozlar bo'lmagan. Mana shu Global Gap sertifikati bo'lsin, boshqa sertifikatlar bo'lsin, ikkita sertifikatga ega bo'ldik korxonamiz. Bu davlat rahbarimizni alohida topshiriqlari bilan Turon banki ko'magi bilan bir oy ichida olindi. Agar bir oy ichida. Men shu sertifikatni agar bundan bir 10 yillar oldin olish uchun nimaga harakatim boshlaydigan bo'lsam, 1 yilda zo'rg'a olardim. Kami bo'lsa 7-8 oyda olardim. U katta otni kallasida xarajat qilardim.
Men bugun bir so'm ham moliya yo'naltirmaganman sertifikat olishga. Faqat o'sha nimani kerakli tashkilotlar, Turonbankning rahbariyati, o'sha mutaxassislar Global Gap yoki boshqa sertifikatlarni taqdim qiladigan o'sha tashkilotlarni xodimlarini o'zlari meni korxonamga olib kelib, shu yerda ishlayganlar ular. Hamma narsamizni o'rganish qilganlar, nazorat qilganlar, o'rganib chiqqan har bir mayda detalgacha. Lekin Xudoga shukr, mana ularni qo'ygan talablarini bajardik. U qiyin talab emas, bugungi kunda qiyin talab emas, odatiy, faqat o'sha bizning sanitariya, gigiyena, agrotexnika, o'sha texnika xavfsizligi nimalarda qilishimiz kerak bo'lgan ishlarni qiladigan bo'lsak, bu sertifikatning egasi hisoblanasiz. So'zim davom etib o'tishim kerak. Bugun aynan limonchilik faoliyati shug'ullanayotgan barcha tadbirkorlarimiz, ayniqsa eksportyorlarimiz, liza tadbirkorlarimiz barchasi xalqaro darajada sertifikatlarning Turonbank ko'magi bilan olib, o'zlari ham harakat qilib, bu borada katta ishlarni rejalashtirishgan. Albatta bu faoliyatda kelgusi limonchilarimiz uchun, aynan limonchilik faoliyatini boshlagan yoshlarimiz uchun bu katta bir motivatsiya bo'lishi kerak. O'ylaymanki, bu narsa kelgusi faoliyatda omad va zafarat tilaymiz. Endi keling, mana shu podkastimiz, bugun suhbatimiz yakunida kimdadir fikrlar bo'lsa, kimdadir misol maslahatlar bo'lsa kuzatuvchilarimizga yoki qanaqadir gaplaringiz bo'lsa, bevosita yuborishingiz mumkin. Nafaqat sizni Xorazmlik yoki bo'lmasam Qashqadaryolik limonchilar, balki butun jonajon yurtimiz, O'zbekistonimizning barcha limonchilari, kuzatuvchilari, umuman olganda yoshlarimiz barcha bo'licha kuzatyapti-da. Marhamat. Xudoor aka, sizdan boshlasang, marhamat. Endi mana buni bugungi kunda buni qo'rqmasdan buni kengaytirish choralarini ko'rish kerak. Bizda hamma narsa yetarli mablag' deydimi, davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan har xil boshqa ko'maklar deydimi, yer masalasimi, hamma masala yechilgan prezidentimiz tomonidan. Qolaversa mana Turonbank har tomonlama ko'maklashtirib hozirgi kunda. Faqat buni mehnat qilishimiz kerak, ko'paytirishimiz kerak. Demak, ishlash kerak, hozir ishlash kerak limonchilar, to'g'rimi? Xuddi shunday. Xalqaro bozor bu o'ylaymanki, limonchilarimiz uchun katta maydon, chunki ko'ryapmiz, odam juda ham gavjum. Kechani o'zida bir minglab, juda ko'plab odamlar bo'ldi. Chunki nafaqat bular bitta mintaqadan, balki butun dunyo bo'yicha kelgan davlatlardan borda. Bu yerda aslida e'tibor berib qarasak, aynan oziq-ovqat sohasida liderlar, oziq-ovqat sohasida katta bir o'zining imijiga ega bo'lgan xalqaro maydonda tashkilotlar ko'ryapmiz. Bu O'zbekiston uchun katta imkoniyatni bevosita olamiz. Shokir aka, marhamat, sizning fikrlaringiz, so'zlaringiz bo'lsa, bugungi kuzatuvchilarimiz uchun manfaatli bo'ladi. Marhamat. Bugun bilasizmi Shohirbek, yangi O'zbekistonning tarixi yozilyapti-da. Yangi O'zbekistonda qilinayotgan shu olamshumul tarixda bo'lmagan ishlar bugun tarixga yozilyapti, bitiryapti. Shu jumladan limonchilik sohasining yaratilishi va dunyoga katta miqyosda, katta hajmda, katta salohiyatda mahsulot bilan kirib borishiga bu ham bir tarix yozilyapti. Ana shu tarixning ichidaligimizdan xursandmiz. Davlat rahbarimizni biz tadbirkorlarga qilib berayotgan sharoitlardan, qaror farmonlardan barchasidan xursandmiz va u kishiga chuqur minnatdorchilik bildiramiz. Va butun xalqimizga mana shu birgalashib yangi O'zbekistonni qurishda muvaffaqiyat tilaymiz, sog'lik, salomatlik tilaymiz va albatta tadbirkorlik, har bir inson tadbirkor bo'lishi kerak. Qaysi sohada bo'lsan, qaysi oilada bo'lsan, kattami, kichikmi, tadbirkor bo'lishi kerak. Bu tadbirkor degani mana shu o'zini hovlisida kichkinagina bir qarich yerdan ham kichkinagina bir oddiygina bir issiqxona qilib, shunda limonari tashkil qiladigan bo'lsa, bir 50 tub limon joylashtirib, shunga mehr berib, mehnat berib, o'sha ilmiy yondashib, yaxshi bir natija oladigan bo'lsa, shuni o'zi ham katta tadbirkorlik. Va bugun bunga imkoniyat, sharoit yaratilgan. Keng imkoniyatda yaratilganda ham. Boya qayta aytyapmiz. Mana shunaqa katta tadbirkorlar Turonbankni yordami, ko'magi bilan katta pavilyon ko'rgazmalarga qatnashib, bozorlarni o'rganyaptilar. Bozorlar tashkil ochilyapti, bozor O'zbekiston limoniga, o'zbek limoniga. Boya aytdik-ku, bu aytayotgan gaplarimiz bizga osmoniy gap emas, ertak emas, bu haqiqatdan bo'layotgan jarayonlar. Ana shuning uchun o'zbek limoniga parvozlar tilayman. Kengroq, ko'proq butun dunyolarni egallasin deyman. Xalqimizga, butun aholimizga limon yetishtirishni taklif qilaman va xalqimiz boy bo'lsin, tadbirkorlar boy bo'lsin, davlat rahbarimiz sog' bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin. Rahmat. Shokir aka, mana kuzatyapmiz. O'tgan ketgan limonni ko'rib hayron, haqiqatan hayron. Bu ochiq tan olib aytishimiz kerak. Bu haqiqatan limonmi yoki yo'qmi birinchisi. O'tgan ketgan bitta olib ketaman, o'zim olib ketaman, farzandimga olib ketaman, rafiqamga olib ketaman degan fikrni bildiryapti. Hamda yubileyli nav bo'yicha ham e'tibor berildi.
katta bir bitta Farhod aka iloji boricha yubiley navidan bera olasizmi bizga bitta? Yubiley navidan hozir kattaroq sariq limonimiz. Yubiley degan navimiz bor alohida. Bu xalqimiz juda yaxshi, rahmat kattakon. Juda ham hajmi katta. Hajmi katta. Italiyadan, Fransiyadan kelgan mehmonlar bu limonni ko'rib, to'g'ri endi buni mahalliy aholisi aytganida ko'pchilik men so'raganman, yubiley navisam buni iste'mol bo'lmaydi. Odatda biz xohlaganday ta'm bermaydi, biz xohlagandek ham ko'pchilik aytgan edi. Endi limonchilar so'raganimda, lekin buni Yevropada bozor chaqqon bo'lishini biz amin bo'ldik. Negaki buni ayollarning aynan kosmetika mahsulotlaridan foydalanish uchun, aynan mana shu buning suvidan, buning terisidan, postlaridan foydalanish uchun manfaatli va kerakli mahsulot deb e'tirof etgan. Bu biz uchun bir yangilik bo'ldi. Haqiqiy yangilik bo'ldi. Demak, hurmatli yurtdoshlar, aziz do'stlar, O'zbek limoni sahifasiga obuna bo'ling. Agar siz limonchilik bo'yicha o'zingizning faoliyatingizni boshlamoqchi bo'lsangiz, To'ronbank doimo hamkorlikka, doimo qo'llab-quvvatlashga tayyor. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.